Namangan viloyati Namangan shahridan keldim. Marg'ilon bozoriga. Oldingi bozorda sharoit yaxshi emas edi. Hokimimizning tashabbuslari bilan mana ochildi mana bozorlar. Keng ekan beli yaxshi ekan. Biz bu yerdan poyabzal olib keldik, sotib, poyabzal o'zimizda yo'q narsani olib ketyapmiz. Biz bu mahsulotlarni seximizda ishlab chiqaramiz. 4-5 kishi qo'limizda ishlaydi. Bozorimiz ko'chdi mana, yangi joyga o'tdik. Endi yaxshi niyatda mana chiqdik bugun bozorimizni qildik. Nasib qilgancha sotdik, qo'ldan kelgancha. Klientlarimiz kelishyapti. Tojikistondan, Turkmanistondan, Qirg'izistondan ham klientlar kelishdi bugun. O'zimizda Toshkent, Samarqand, Buxoro bo'lib kelishadi. Bozor endi vaqti har xil bo'ladi o'zi aslida. Keyingi bozor xudo xolasa mana adetdan keyingi 16:00 dan boshlanadi. 3-4 soat bozor bo'ladi.